أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على صاحب الآيات اللهم صل على صاحب الدلالات اللهم صل على صاحب الإشارات اللهم صل على صاحب الكرامة اللهم صل على صاحب العلامات اللهم صل على صاحب البينات اللهم صل على صاحب المعجزات اللهم صل على صاحب الحواريق الأدات Allohim oyatlar sohibiga rahmat yubor. Allohim dalillar sohibiga rahmat yubor. Allohim ishoralar sohibiga rahmat yubor. Allohim karomatlar sohibiga rahmat yubor. Allohim alomatlar sohibiga rahmat yubor. Allohim mo'jizalar sohibiga rahmat yubor. Allohim g'ayrioddiy narsalar sohibiga rahmat yubor. Kimki shu salovati sharifani kuniga 100 marta o'qib yursa, Allohim g'ayrioddiy narsalarga, g'ayrioddiy mo'jizalarga o'sha kishini inshaalloh yetkazadi. Bismillahirrohmanirrohim. Olamlarni tarbiya qiluvchi Allohga hamd bo'lsin. Sayyidimiz Muhammad sallallohu alayhi va sallamga, u zotning oilalariga, barcha sahobalariga hamda qiyomatgacha ularga husni odob ila ergashgan kishilarga salovat va salomlar bo'lsin. Assalomu alaykum aziz muxlislar, aziz obunachilar. Bugungi mavzuyimiz jin tekkan odamni ichidagi jinni yoki sehr jodudan telba bo'lgan bo'lsa, uni qanday qilib yaxshi qilishni o'rganamiz, Alloh qodir qilganicha. Bir opaxonimiz aytayapti, "Mani o'g'lim telbanamo bo'lib qoldi. Oldin oyda edi, juda yaxshi edi. Bir marta bog'ga shaftolimi bir narsa tergani bordi, qandaydir mevani terib kelaman deb bordi. O'shandan keyin jinniga o'xshab qaytib keldi. Mana hozir 3 yildirki olib bormagan joyim qolmadi, lekin olib borsam o'zingiz doimiy holatda o'qing deb bolamni yaxshi qilib berishmayapti" deb menga o'zini xatlarida yozibdilar. Endi shu jin tekkanlarga nimani o'qishimizni men sizlarga tushuntirib aytib o'taman. Inshaalloh taolo barcha jin tekkanlar, qanaqangi og'ir bemorlar bo'lsa, Allohim shifoi komil ato etsin. Birinchi o'rinda oldiga o'sha jin tekkan odamni o'tirg'izadi. Keyin o'qiy olish holati bo'lsa, o'ziga ham dam solinadi. Agar o'qiy olish holati bo'lmasa, kimdir ushlab turgan holatda dam solinadi. Birinchi Fotiha surasini 7 marotaba, Oyatal kursiyni 7 marotaba o'qiymiz. Keyin Jin surasini 4-oyatigacha 41 marotaba, 42-si boshlanayotganda yana Jin surasini to'liq holatda o'qiymiz. 41 marotaba 4-oyatigacha o'qidikmi? Keyin to'liq holatini, Jin surasini to'liq holatini 42-sida boshdan oyoq to'liq holatini bir marta o'qib chiqamiz. Undan keyin Yosin surasini 33-oyatiga kelib to'xtaganimizda 33-oyatini 33 marotaba o'qiymiz va dam solinadi va oxirigacha o'qib qo'yiladi Yosin surasini. Yana boshida, Yosin surasini boshida 3-oyatiga kelganda innaka laminal mursalin degan oyatini 131 marotaba bemorga dam uriladi. Buni kamida 41 kun qilinadi. Inshaalloh taolo agar uzmasdan o'qilsa, shu bemor yaxshi bo'lib ketishi 100% ga desa ham bo'ladi. Inshaalloh Alloh o'zi shifo beradi. Agar uni haqiqatdan jin chalgan bo'lsa yo ichiga jin kirib olgan bo'lsa, o'sha holat. Agar uni urib jinni qilingan bo'lsa yo avariya yo biror holatda jinni bo'lgan bo'lsa, kimnidir yordami bilan urib, kaltaklab, bir nima qilib jinni qilingan bo'lsa, uni doktorlarga ko'rsatganinglar ma'qul. Men o'rgatayotgan narsam jin chalganlar, ichiga jin kirganlar, ichiga sehr jini kirgizilganlar, muakkil jin joylangan insonlarni nimasini gapiryapman, muolajasini. Men avariyada jinni bo'lib qolgan yoki urib jinni qilingan odamlarni nimasini aytmayapman, muolajasini. Kechirasizlar, chunki
man bor narsani gapiraman, yo'q narsani gapirmayman. Chunki man Xudo emasman. Qur'on bilan yaxshi bo'ladigan narsa, masalan, o'sha haqiqatdan jin kirgan bo'lsa yoki shu ozgincha esi ketib qolgan bo'lsa, Allohim esini joyiga keltirib qo'yadi. Lekin avariyada, qattiq urush holatida bo'lgan nimalarni o'sha jinnixonaga yotqizasizlarmi yoki o'zinglar davolatasizlarmi shifokorlarga ko'rsatib? Albatta buni qilishimiz kerak. Keyin buni qo'shimchasiga Ar-Rahman surasini ham kuniga bir marotaba o'qib turiladi o'sha bemorga. Inshaalloh yaxshi bo'lib ketadi. Allohim hamma bemorlarimizga shifo bersin. Hech qachon hech kimni uyida yomon hodisalar bo'lmasin. Alloh har birimizga sinov bergan, yomon narsalar bo'lmasin deymiz, lekin albatta bu narsalar ro'y beradi. Nima uchun desangiz, Allohim har birimizga, birovimizga kasallik, birovimizga boylik, birovimizga kambag'allik, birovimizga nogironlik, har turli taqdirlarni bizga berib, Allohim o'zi sinovdan o'tkazadi. Chunki bu dunyoga har bir kelgan banda albatta sinov uchun, Allohga toat, ibodat qilib o'tish uchun dunyoga keltirilgan. Buni taqdiri azalda shunday yozilgan. O'shaning uchun xafa bo'lmaymiz. Biz o'zimizga yaxshi taqdirni tilab olishimiz ham o'zimizdan, yomon taqdir tilab olishimiz ham o'zimizdan. Alloh aytar ekan, agar san menga alhamdulillah yaxshiman desang, holatingni yana ham yaxshi qilaman derkan. San agar men yomon yashayapman, men yomonman desang, bundan yomonini ko'rmagansan deb yana ham yomon hayotga o'tkazib qo'yaman derkan. O'shaning uchun har bir hayotimizga alhamdulillah deylik. Allohimga shukr, men yaxshi yashayapman, yaxshi, bu kundan battarroq bo'lishi mumkin edi deb bir hodisa ro'y bersa ham shunday qabul qilishimiz kerak. Chunki siz oyog'ingiz bilan yuryapsizmi? Oyog'i bilan yurmayotganlarni ko'rib xulosa qiling. Siz qimirlayapsiz, harakat qila olyapsiz-a? Harakat qila olmayotganlarni ko'rib xulosa qiling. O'shalarni ko'rib shukr, alhamdulillah deng. O'sha ahvolga solmaganiga deng. Yana ham yotib qolgansiz yo bir narsa qilgansiz-a, go'rda bo'lib namoz o'qiy olmayotgan, go'rda bo'lib Qur'on o'qiy olmayotgan, go'rda bo'lib Allohga zor-zor yig'lab yolvorib bu dunyoga qayta olmayotgan insonlarni gunohini kaforatini bera olmayotgan insonlarni ko'rib shukr qiling, alhamdulillah deng. O'shaning uchun har bir kunimizga alhamdulillah deylik. Xudoga shukr, beadad shukr. Allohim alhamdulillah yaxshi kunlarga yetkazgin deb yaxshi niyatlar qilsangiz, Allohim hamma niyatlaringizga yetkazadi inshaalloh. Noumid shayton deydi. Noumidlik shaytonga ekan, bandasiga emas ekan. O'shaning uchun ishongan holatda, Allohga qalbingizni topshirgan holatda, Allohga iltijolar qilib, nima niyat so'rasangiz, Allohim yetkazadi. Avvali bor gunohlardan tiylaylik. Birovni g'iybat qilishni, birovni kavlashni, birovni gunohlarini esalomon bo'ynimizga olishni to'xtataylik. O'zimizni savoblarimiz birovga berib, birovni gunohini bo'ynimizga olish bu birovni g'iybat qilishdan sodir bo'ladi. O'sha narsadan qancha tiyilsangiz, g'iybat o'rniga astag'firullohu atubi ilayh, astag'firullohu atubi ilayh, astag'firullohu atubi ilayh desangiz yoki astag'firulloh, astag'firulloh, astag'firulloh deb zikr aytsangiz yoki sallallohu ala Muhammad sallallohu alayhi va sallam deb qo'lingizdan kelganicha zikr va salovatlar bilan mashg'ul bo'lsangiz, Alloh nima sizni tashvishingiz bo'lsa hammasini yo'q qiladi. Bu dunyoda bir jannat bog'i bor, u bo'lsa ham zikr bog'i. Zikr bog'ida sayr qilmabsiz, bu dunyoga kelmabsiz. Ko'nglingiz xotirjam, hamma ishlaringizni Alloh o'zi hal qilib qo'yadi. Hamma mushkullaringizni Alloh o'zi hal qilib qo'yadi. Ko'nglingiz xotirjam, yaxshi nafas olasiz, yaxshi dam olasiz, miyangiz ham dam oladi. Barcha sizda gina qudratlar, bir narsalar Allohim bir chekkaga yig'ishtirib qo'yadi. Alloh aytar ekan, ko'p o'ylama, men borman bandam. Rizqdan qayg'urma, men borman bandam. Sani nima savoling bo'lsa, javobiga men borman. Allohim menga suyan derkan. O'shaning uchun hammamiz Allohga suyanaylik, bemorlarimizga shifo bersin. Hammamizni Allohim qut barakotlilardan, yaxshilardan qilsin.
jannatlardan joy bersin. Hamisha hamro'zi o'zi qo'llasin. Hech qachon yomon kunlarga solmasin yoki el oldida sharmanda qilmasin. Alhamdulillahi robbil alamin va salatu vassalam ala rasulina Muhammad va ala alihi ashabihi ajmain. Rahmat e'tiboringiz uchun.